Changan T3 mashinasi Kazin disipliniga olib qo'yganmiz. Buni Gulistondan kelgan ekanlar. Disiplina sasib ketgan. Yechdik. Disiplina korobkasini yechdik. Mana Karzinni tepasi, nuskasi tepaga ko'tarilib ketgan. Karzini mana kuyib ketgan, disiplina yonib ketgan. Karzini kuyib ketgan. Hop. Disiplinani hammasi yonib, mana shu orasiga tiqilib qo'ygan. Bularning hammasini tozalab tashlash kerak. Bo'lmasa orasiga tushib qolsa yaxshi ajratmaydi. Karzinni so'rinishkasi har xil bo'lib qoladi. Buni yaxshi tozalab, olib tashlab, chiqarib tashlab, boshqa yangisini qotiramiz. Bu korobka vtulkasi, vilkasi, mana shu vilkasi moylab turish kerak. Bu moylanmagan ekan. Buni biz o'zimiz moyladik. Sababi vtulkani holatini bilish uchun moyladik buni. Mana bu tarafida ham vtulka bo'ladi. Ikkalasini vtulkani anaqasini bilish uchun shuni moyladik. Vtulka o'ynayapti. Karzini ketgan, mana karzini kuyyapti. Karzini almashtirish kerak. Disiplina yonib ketgan. Disiplina mana ingichka bo'lib yonib, servisgacha zo'rg'a olib kelindi, yurib keldi. Azgincha qo'yganda tortib buksirda kelindi mashina. Hop, mana vilka yilyapti, yarim yilyapti. Bu oldin ham moylanmagan bu. Anchadan beri moylanmagan, qilinmagan. Iloji boricha har ochganda buni moylab, detollab turish kerak. Bo'lmasa karzini ham yaxshi ajratmaydi. Bir xilda, bir tekisda bosilmaydi. Vijimda yaxshi yurmaydi. Pedallar ham og'ir bo'lib qoladi. Mana hozir yangi vtulkani qoqib, mana litollarni qo'yib, mana biz buni o'zini maxsus plastmasli, qattiq plastmasli materialdan yasab beriladi. O'shani yasabasi vilkaga ham nagruzka tushmaydi. Vilka ham yeyilmaydi. Vilka viribitga bo'lmaydi. Vilkani umri uzoqroq beriladi. Pedallar ham yumshoq bo'lib, maza qilib yuradi. Tirillamaydi pedallar. Mana disiplina mana yonib ketgan holati buni hozir. Disiplina mana yengisi. Mana karzini yengisi. So'nishkalari baland bo'lishi kerak. Ancha baland turibdi. Mana orqalari ham kuymagan, oppoq tekis bo'lib turibdi. Mana shunaqa yurgandan keyin ko'plar karzinani qoldirish harakat qiladi. Agar karzina mana shunaqa sostoyanda bo'lsa, qo'ysa bo'ladi. Kuyib ketgan bo'lsa qo'yib bo'lmaydi, sababi ajratmay qoladi. Mana o'ziniki kuyib yotibdi. Qizarib ketgan. Bu hech narsaga yaramaydi. Buni ko'plab qo'yamiz dedi, lekin bu bo'lmaydi. Skorsga tushmay qoladi. Qiziganda buksa yotib qolishi mumkin. O'ziniki mana ancha baland turibdi so'nushkasi. Disiplinasi ham qani. Hammasini komplekt qo'ysa, maza qilib pedallar ham yumshoq bo'lib, yurishi ham, umri ham uzoqroq bo'ladi. So'nushkalar tekis turibdi mana. So'nushkamda qaraganda mana shunaqa joyi tekis turish kerak. Bo'lmasa pedallarning tirillashiga sabab bo'ladi. Bu narsalar ham ko'proq mana shu joylari har xil bo'lib qoladi. Mana shu joylar tekis bo'lib tursa, pedallar tirillamaydi. Bosilishi ham plavniy bosiladi. Qo'zg'alganlarda ham titrab qo'zg'almaydi, yumshoq qo'zg'aladi. Yurishlar, razg'orlari zo'r bo'ladi, yumshoq bo'ladi. Pedallar ham yumshoq bo'ladi. Yurishi ancha tez bo'ladi. Qo'zg'alganda pedal pastda urish kerak. Mashinalarni bitirib berdik, sababi kechgacha ishlaydi hozir. O'zi bunaqa kechgacha ishlamaymiz. Akam Gulistondan kelgan ekanlar. Yana qaytib ketishim kerak deganlar uchun kechgacha bo'lsa ham qolib, o'sha to'kurlarga ham kerak bo'lsa o'zimizga borib, o'zimizni boramiz ham kerak bo'lsa, borib qilib shularni bitirib berdik. Iloji boricha imkon qadar qulaylik qilishga harakat qilyapmiz. Shu o'zimizni borib hammasini bitirib beramiz. Klientlarning mijozlarini borib magazinga borib keling, zapchaskaga borib keling demaymiz. Hozir tekshiryaptilar. O'zlari tekshirganlaridan keyin yana bitta olib kirib ligirovkalarini ko'ramiz. Sababi ligirovka o'zgaradi. Yangi disiplinani maxavika yopish kerak, tushib olish kerak bo'ladi. O'shaning uchun biz buni bitta yaxshilab tekshirib, yana bitta ligirovkalarni ko'rib, keyin bemalol chiqarib yuboramiz. Kam ko'z qolish kerak emas, chunki uzoqqa ketadilar. Hozir olib kiramiz. Gulistondan kelgan Changan T3 mashinasi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar, olib kelaverasizlar. Qilib beramiz, imkon qadar qo'ldan kelgancha yumshoq qilib beramiz.